Xosiyetlik to'qmoq. Hozirgi ahvoldan qaraganda atirtimiz bu yilmi eng oxirida qoladigan o'xshaydi. Shunga atirtimizning texnik kuchli bo'lishi uchun yangidan atrat boshlig'i saylaymiz. Buning sharti kuchli hujum qilish iqtidori bor bo'lishi, mustaqil fikrlik, ko'rish iqtidori yaxshi, tez yugura oladigan bo'lishi, badani qancha kichik bo'lsa shuncha yaxshi. Hamda o'zini muvaffaq kelman deydiganlar qo'l ko'taringlar. Men. Chiqinglar bo'lsanglar albatta bo'ladi, biroq bir singlar muavin atrat boshlig'i bo'lasizlar. Badani qancha bijik bo'lishi shart bo'lsa, men atrat boshlig'i bo'lishga eng muvaffaq. Ha, yaxshi, bekitdik. To'p akiladigan atrat boshlig'i Shaufu bo'ldi. To'p akiladigan boshliq? Hozir mashqni boshlaymiz. Ko'pchilik chopsad o'rninglarga beringlar. Kuchli hujum qilish iqtidori bor, mustaqil fikr qila oladigan bo'lish. Nemishqa bo'yi pakar odamni tanlaydigandu? Hech tushunamadim. Diqqat, amiz to'pni urdim. Uy! Mana keldi. Ha, kayninga tura, kayninga. Ay. Sening bo'yin pakarkan, egizrak sakrigin, ha? Buning bo'yin bilan nima munosabati? Keyingisi. Huy! Ha, Daşo, chopsan tut. Daşo, nima qilyapsan? To'p pastda tursa, egizga sakrayapsan-ku. To'p o'tish kirib ketdi-ku. Atrat boshlig'i vazifangni o'rinda. Tez bo'l. Mushimi atrat boshlig'i bo'ldimi? Ichiga kiramdim. Ha, bo'pti, kirsam kiray. Aslida mundaqkanda bo'yi pakar bo'lsa, u yerga osonlik kiralaydi ekan. Hey, topoladingmi? Zihningni chiqib obdan izlajmi? Ha, neri tor, yiqilganman, men o'g'raman. Neri tor. Meni qutqizinglar. Men o'g'raman. Meni qutqizinglar. Shalo, odam tushsak bo'lmaydi. Tez qaytib kel. Chatoq bo'ldi. Ishimning kani shirtlab ketibdi. Shalo, nemishqa gap anglamaysan? O kichik balani nemishqa tishlading? Men shundoq kichikmi, ha? Shodimdon, seningdan o'tinib qolay. Sen o ishni shundoq ko'nglingga olamsan, unda qilishingning hojati yo'q. Burunqi nurg'un danglik kishilarning ba'zilari egiz emas edi-ku. Uning bilan korim yo'q. Mayli qandoqli bo'lsin, cho'qim bo'yimni o'stirishim kerak. Qara, mening hamma yerim shundoq chiroyli. Shu bo'yim ozroqmi pakka? Bu mening eng cho'ng g'imim degina. Senga shundoq yolvursam qo'shilmamsan, sening bag'ing bo'lmasa mayli. Sening bag'ing yo'q emas, balki senda yo'q. Texa poy etib mening yonchig'imda hamma narsa bor deysizmi? Aldamchi. Voy, sizlar boy nim deyishdinglar? U menga xosiyetli to'qmoqni ber dedi. Jahonda nadim bundaq narsa bo'lsin, ha? Biroq menda rostli shundaq narsa bor. Nima? Senda rostli xosiyetli to'qmoq bormi? Shundaq. Amis uningga berib turgan shundaq qilsang, u yilqidek gaplarni qilib, sen azor bermaydi. Biroq u xosiyetli to'qmoqning nurg'un avvatchilik taraflarimi bor? Avvatchilik? Bir tal pranik chiqar desam, u pranikchiq. Mana shundoq. 10 yilga qandoqmi pranik situvag'ili bo'lsin. Buni xosiyetli to'qmoq chiqarib berdi. Shunga cho'qim aql bo'ladi. Qarab tur, ha? To'xtatma, qochma. U bu shkafning ostiga kirib ketdi. Sen u tarafini ko'tirish bagina? Ma'qul. Rahmat, shokichlar. Uni ichidagi uyga akiramiz. Qani, akiringlar. Bu yerga qo'yinglar, bu yerga qo'yinglar, yaxshi. Yordam qilganinglarga rahmat. Endi televizorni akiramiz. Nemishqa ishkelimiz uning narsalarini akirib bagdakmiz. Uni shkafning qishiga qo'yinglar. Endi uni bu yerga qo'yinglar. Endi avval akiringlar, bu yoqdan. Bu yoqqa. Yordaminglarga ko'p rahmat. Ishkinglar bak yaxshi ekansizlar. Elimizlar kelib qoldinglar. Shunga narsalarni tezlik yig'ishtirib oldim. Japa chekdinglar, shokichlar. Qani, choy ichinglar, ha? Bir dam aram elib o'ynanglar. Pranik, endi men tuzit qilmadim. Oxir pranik yeyildi. Biroq buni bekorga yemedik. Shunga buni odatda ishlatkim yo'q. Men sana paqay bo'lamdi.
Agar chataq chiqsa o'zing mas'ul bo'lasan. Bo'ladi, chataq yo'q, xotirjam bo'l. Menga parcha pul kerak, 1000 yen atrofida bo'lsa bo'ldi. Men o'yinimda 1000 yen bor, buni senga beray. Ichida xat bor, men ketgandan keyin o'qib bo'lamdi. Xo'sh. Rostla 1000 yen ekan. Oldin qatim senden ariyat olgan marka to'plaman ehtiyotsizlikni yuturib qo'ydim. Buni shuning o'rnida sen to'lab beray. U chaqchaq qilyaptamda nima? Uning bosi 1000 yen emas. Shuni senga burila degandim. Bu xosiyatli to'qmoqkan-ku. Lekin buni ishlasa yaxshi ishlar bo'lmaydi ekan. Uning bilan ko'rim yo'q. Menga bergin. Bo'yim egizroq bo'lsin. Hech bo'lmaganda davshonigina egiz bo'lay. Bo'yim o'ssin, xosiyatli to'qmoq, bo'yim o'ssin, tezroq bo'l. Bo'yimni o'stirib atgan, senimdan o'tinib qolay. Bo'yim o'sib kelsin. Ha? Ey, sen mening beshimga to'qmoq bilan urg'idek bo'ldingmi? Sening menga Mendan 1 santimdir egizligandek qilsan. Bekodila beshimni og'irtib oldim desa. Oxiri yana yaxshi natija chiqmadi. Eng yaxshisi tiqib qo'yay. Falokatni oldin bilalaydigan soat. Voyjon, bek og'rib ketdi. Bek og'rib ketdi. Sana nim bo'ldi? Bek og'rib ketdi. Bugun nim bo'ldi? Bek og'rib ketdi. Beshim Sada nimish bo'ldi? Yo'lda mang'ichi diqqat qilmay stolbog'i suv oldim. Nimanda qallang ishlamaydi? Nimishki meni bundaq deysan, o'yjon. Sen sirtqi chiqsangla ya bir narsaga usib olasan ya bo'lmasa yiqilasan. Shundoq, men nimancha talaysizdirman shodingdan. Sen talaysiz emas. O'zing diqqatingni yig'ib yo'l mangmay xiyol surib mangsan. Undoq emas, cho'qim men talaysiz bo'lg'achqa shundoq bo'layotdi. Agar u falokatlarga uchrashdan burun bilib olgan bo'lsam, nima degan yaxshi bo'ladi? To'g'rimi, ha? Ay, senda shundoq narsa bormi? Sana faqatla amal yo'qkan. Falokat yuz berishdan burun bilib olsamla deydi ekansan. Qandoq yaxshi narsa bor, ha? Mana bu narsa falokatni oldin bilalaydigan soat. Nima? Falokatni oldin bilalaydigan soat? Shundoq, falokat senga yaqinlashganda uning qo'ng'irig'i o'zligidan jiringlaydi. Tashung, undaq narsaga tayangandan ko'ra, yana o'zing odam ko'proq ehtiyot qilsang, yo'l manganda u yoq bu yoqqa qaramay, diqqat qilib mangsang bo'ladi-ku. Odatda sen yo'l Basmamaq bilan sinoq qilay. Udulmansam u miqqi dasib olaman. Hozirli sinab baqay, ya. U miqqi oz qolganda u jiringlarmi, ha? Qarab baqay, ya. Jiringladi. Bu bosil hargiz chataq chiqmaydi ekan. Yashab ket! Endi xotirjam mangdigan bo'ldim. Hech qanday narsadan ansirishimning hojati yo'q. Mushundoq tezda falokatga uchramanmi? Tez ketay. Biroq soda qanday falokat yuz bera? Bu yo'lda hech qanday odammi yo'q. Bir atol toshmi yo'q. Mashinami o'tmadi. Falokatga uchradik narsa yo'q-ku. Ay, bo'ldilar, men menib sinab baqay, ha? Shundoq qilay. Shokichik, birning bo'lmagansan, ha? Qandoqsiga bir ish bo'lmog'idek og'rib ketdi. Biroq bu ish buning ma'lumotining to'g'riligini isbotlaydi. Bo'yi bek qo'rqib ketdim. Kelar qatim cho'qim buningga ishinaman. Nima? Yana nim bo'ldi? Bu cho'qim Qubodakning ishi. Qolsang menga deb qo'y. Uning advini obdan bir berib qo'yay, ha? Falokatga uchraydigan bo'ldim. Xo'sh.
Tez qochay, yanım uyga qaytib ketay. Sirtda hamma yerda falokat uchirg'idakman. Tez ketay. Tez ketmasam bo'lmag'idek. Sizlar Dashonni ko'rdinglarmi? Nima degan xatarlik? Bexatar ekan. Boshqa yo'ldan mangay. Dasho, siz berib Xubodagi deb qo'yaychi. Tez qochay. Ay, yana boshlandiku. Tazima bir. Shodindan Dashoni ko'rdingmi? O'yiniga chiqib ketdi. Uni nemish qiz deysiz? Bu bola basmamoqni qalayim qayaga qo'yib qo'yibdi. Agar u qaytib kelsa, toza bir tilmaydigan bo'lsam. Chatoq bo'ldi. Uydimi falokatga uchraydi ekanman. Mush falokatni ma'lum qildigan soat bo'lg'ashqila bu ishlarning hammasidan qutulib qoldim. Shodingdan bergan narsalarni bek yaxshi ko'raman. Bu tarafga monsam bo'lmag'idek. Qanday qilaman? Qutqizinglar! Qutqizinglar! Qanday qilaman? Bu tarafga monsam bo'lmag'idek. Yana jirangladi-ku. Endi qanday qilaman? Yana jirangladi. Bek jiranglab ketdi. Qanday qilaman? Arab elib olay. Bek erib ketdim. Yana jirangladi. Yo'q. Aran uxlagan balani varoq-cho'ron qilib uyg'otib etdim-ku. Tazimi bir qamlashmagan. Kechirim. Abdiq, mening muhim imtihonim bor. O'g'ilishimga daxl yetkazmay yo'q qol. Kechirim, hozirlik ketay. Bu dunyoda faqat Dashoni davomli falokatga uchrab turadi ekan. Kunduzni kech qiladigan lampochka. Bu mumkinmi? Pullarimning hammasi tugabdi. Esimda qilishcha yana 50 yen bo'z to'g'ri bo'ladi. Qarab boqay-ha. Hammasi axlatku. Dashon bo'ldi, uni pulima. Pulimning nadligini bilamsan. Sening yanchiqingga sep qo'ymagandim mana. Qarab boqa. Mening yanchig'imda narsalar bak ko'p, biroq sening puling yo'q. Akalar, men qarab boqaychi. Voy jon, qidig'im kelib ketdi. Bu qanday narsa? Bu yandirsa qarang'u bo'ladigan chiroq. Mening narsalarimni ichida faqat mushuni ishlatib Cho'qim ishlatgili bo'ladi. Tunigun idorada kecha ishlagachga kunduzi uxlab olay degan, biroq zodili uxlayolmadim. Balkim hamma yo'ruq bo'lg'ashqim ekan. Dodo, siz kechini setib olamsiz. Bir soatda 10 yen. Kecha? To'g'ri. Birdan saqlab turing, ha? 60 vatlik bo'lsa bo'ldi. Endi buni salay. Bundaq bo'lsa uxlay olug'idekman. Bo'ladi, men 5 soatni setib olay. Ishlatganingizga rahmat. Qanday pul topa olam deganman. Menda bundaq lampochkalar bak ko'p. Mushuning bilan pul topayli. Kech sotimiz. Siz kech sotdingiz. Kecha oldiganlar bormi? Efendimlar, xonimlar, kech olamsizlar. Bosi bek arzon. Qani kelinglar. Kech sotimiz, tez elinglar. Kech oldiganlar bor.
Bo'ldi, yig'lama bola. Nimanda yig'laverdi qandu. Bo'ldi, yig'lama. Ama nimish bo'ldi? Bu bola yig'lab faqat uxlamayotdi. Buni shuna boqayli. Atraf qorong'i bo'lg'achqa bolam jimjitla uxladi. Omuqim. Efendimler, hanımlar, biz keçi satımız. Biz atrofni qorong'i qiladigan lampochka sotimiz. Qani kelinglar. Bazı bek erzan. Qani kelinglar. Hey, Toshun! Taşım, biz bu yerda. Bu yoqqa kelinglar. Jinshankan qorong'i qiladigan lampochkani berib turinglar-chi. Bizga lozim bo'lib qolgan. Sizlardan o'tinayli. Bu biz o'yin qilib olganda tushgan suratlar edi. Bek yo'riq bo'lg'achqa ko'ranmadik. Shunga qorong'i qiladigan narsa kerak edi. Bo'ldi, qo'ydim-a. Avu qorong'i qiladigan lampochkani yiqinglar. Bu bek qolaylıqkan. Qo'zi nima ish hozir qilishganmaydi ha? U qo'shnimizning qizi Shovsuq, chatoq bo'ldi. Taylan efendi. Qo'zg'an qiz. Ha? O qo'shniydi kakamg'u. Sep bo'ldi, sizni uzun Ya, saqlab qay bu qo'ydim. qanchalik kishi edi? Aka, biz bog'chaga berib o'ynab kelaylikchi. Yo'q, bugun men siz bilan o'ynayolmayman. Muhim ishim bor. Boshqalar bilan ko'rishiman, ha? Undaqda men sizlar bilan birga bo'lsam bo'lamdi. O'tinib qolay. Cho'nglar uchrashganda kichik bolalar bas bo'lmaydi. Aka, to'xtab turing. Meni saqlab turing. Ular ne ketgandu? Kech sotimiz, ba'zi bek arzon. Oladiganlar bormi? Kech sotimiz, kech oladiganlar bormi? To'xtanglar. Men birini olay. Vaqash yo'qib ketdi-ku. Qo'zg'an qiz, rost gapni qilsam, siz bugun bakli chiroyli bo'lib ketibsiz. Sizmi bek salobatli bo'lib ketibsiz. Bugun sotimiz bek yaxshi bo'ldi, shundaqmi? Ha? Bek jiq pul topdi. Yaxshi ishmi qildik, pulmi topdik. Pulning hammasini menga berish. Kichik bola bo'lgandan keyin undaq jiq pul ishlatmasa ham bo'ladi. Buni biz cho'patatib qaran topdik. Quruq gapni ayt qilib tezroq chiqdi. Sizlarda qo'l chiroq bormi? Ha? Nihoyat yaxshi. Bu bo'lsa, kunduzdimi bulonchilik qilib bo'ladi. Ishkinglar, qochmanglar, qo'l chiroqni olib kelim demanglar. Qochimiz deb o'ylamanglar, ha? Menglar. O chatoq bo'ldi. O'g'riga yordam qilganligimni o'ylab boqmabdi. Qorong'i bo'lsa, boshqalar chiroyimni ko'ramaydi. Shuning bilan men. Oy. Qarab bo'lsam bo'lmamdi. Qaqas bo'l, nim qilmoqchisan, ha? Chatoq bo'ldi, cho'qim bir ish yuz berdi. Kimligimni bilmayapsan, ha? Men degan bir bulonchi. Men dal sendek bulonchilarni tutadigan soqchi. Siz soqchimi? Nima ish bundoq bo'ladi? Soqchi pandi men ham ish qilmayman. Men pushaymon qilyapman, meni qo'yib. Bu qatim lampochka o'g'riga yordam qilmadi, bek yaxshi bo'ldi. Uni oldan saqlab qo'ysam bo'g'idek.